kun quyosh kulib chiqdi. Ali aytgan orzuni aslida bir vaqtlar bilardim. Qiziq, qachon men ularni unutdim? Shu vaqtda bir narsa esimga tushdi. Qaqnusning orzulari. Aslida insonlar dunyosi haqida ko'p eshitganman. Qaqnus qushidan u ko'p gapirar edi. Ularning koinoti haqida. Uning aytishicha, insonlar ajoyib mavjudot. Yer yuzida yuradi, samo bo'ylab uchadi. Baliqdek dengizlarda suzadi. Hattoki bizning koinotlargacha kelib qolishgan. Dengiz ham ularniki, yer ham, osmon ham. U odatda shunday so'zlarda uzoq jim bo'lib qolardi. Keyin esa sekin aytardi. Ularda hammasi bor, Lara qushi, lekin baribir nimanidir qidirishadi. Bizning koinotimizda quyosh 2 soatga chiqsa bayram qilamiz. Mushichalar don topsa qanotlarini ochadi. Suv topganida esa Yaratganning dunyosida raqsga tushadi. Insonlarda aksincha, suv ichish ham oddiy hol. O'sha vaqtlarda uning bir istagi bor edi. Meni ham tabiat inson qilib qo'ysa edi, derdi. Agar bir kungina inson bo'lsam edi, har ichgan suvni his qilardim. Yeganim har bir lazzat uchun bayram qilardim. Raqsga tushardim, yig'lardim, kulardim, baqirardim. Ashula aytardim baland, hech kimdan uyalmay, chunki inson ovozi shamoldan ham mayinroq ekan. Bizdan ham yer olami eng go'zali ekan. Men uni sevardim, ishonardim va o'zimning zaif ekanligimni yashirmasdim. Dunyosi juda ham go'zal ekan. Har tomchi suvni his qilardim. Qushlarning ovozi esa ularning qulog'ida eshitar edim. Hammaga sevgi berar edim. Yana Qaqnus qushi aytar edi. Inson ko'zlari 7 xil kamalak ranglarini ko'rar ekan. Qaqnus qushi juda erta yaqinlarini yo'qotgani uchun u faqatgina boshqa koinotlarga borib, yolg'izligini yashirish uchun ularni kuzatar edi. U yana aytardi, bilasanmi Lara, agar men inson bo'lsam edi, quyosh nurlarida tanamni his qilardim. Nurni, yorug'likni ko'rib bayram qilardim. Har nafasimga shukr qilar va yaqinlarimning yoniga borardim. Ularga insonlar odatda aytishga qo'rqadigan qalb so'zlarimni gapirardim. Mehr berardim. Kechasi esa yomg'irni kutardim. Agar yomg'ir yog'sa, uning mayin hidini his qilar edim. Oy nurlari og'ushida o'zimga asta pichirlardim. Bugun yashadim. Bugun borman. Yaratganga minnatdor bo'lardim. Bir kunlik hayotim uchun. Chunki bir kun ham butun bir hayot. Insonlarga bunday kunlar millionlab berilar ekan. Qiziq, ularga berilgan hayotni ular his qiladimi? Bizdek his qiladimi? Yoki shunchaki yashab o'tadimi? Bu xayollarni eslar ekanman, ichimda birdan nimadir o'zgardi. Qanotlarim sekin ochildi. Go'yo ularni kimdir ichimdan itarayotgandek. Ha, qafasda men yashayapmanmi?